Assalomu alaykum Universal Obzor kanalining hurmatli tomoshabinlari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugungi videomizda haqiqiy dehqonlardan qovun tarvuzlar hamda laylar narxlarini yoritib beramiz. Bugungi manzilimiz Namangan shahar Pop tumani Qirchin qishlog'idan bo'lyapti. Ya'ni bugun hozir So'mkadan kelib turadi. Bu yerda dehqonlar qovun tarvuz va hamdalaylar sotyapti ekan. Qiziqishga to'xtadik. Narxlari juda ham arzon ekan. Ya'ni orqasida polyadan olib chiqib arzon narxda sotadi. Endi dehqon bo'lgandan keyin shunaqa arzon sotadi-da do'stlar. Bitta narxlarni yoritib beramiz bo'lmasam. Assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti narxlari bularni? 10 mingga 3 ta 4 ta. Razmerini farqi yo'q. Mana shu katta-kattasidan 3 ta tanlab olsam 10 mingga 3 ta. Ajoyib. Xo'p, tarvuzlarimiz, bularimiz nech pul? 10 ming so'mida haligini so'radik. Ajoyib. Xo'p, tarvuzlarimiz nech pul? Assalomu alaykum. Nech pul tarvuz? Donaga aytaylik, biz hozir donaga deyapmiz-da, dehqonsizlar-ku. Donaga ham beraveramiz. 25 ming. 25 ming. Hozir oldim mana shu joyda mashinamda turibdi. 10 ming, 15 mingga 2 ta qilib berishdi-da. Ajoyib. Endi buni nima deydi? Kattaroq ekan bu. O'shanga 25 ming so'm. Xo'p, sizlarda nech pul handalaylar? Chiqqaningiz 10 mingga 3 ta. Bularimiz, mana kichkina tarvuz bo'lsa nechta 10 mingga? 15 ming so'mga 2 ta. Ajoyib. Gap yo'q. O'zlarini olmaymiz. Mayli. Assalomu alaykum. Nech pul qovun? Kattasi. 15 ming so'm. Gap yo'q. Handalaylar nech pul? 10 mingga 4 ta. Ajoyib, ajoyib. Charchamanglar. Gap yo'q. Bu yoqda mana tarvuzlar, ustalarimiz. Xo'p, tarvuzlarimiz, bularimiz 15 ming so'mga 2 ta beryapti. Xo'p. Po'lani ko'ryapsizlar. Tarvuz qovun sezon boshlandi, ya'ni po'ladan olib chiqib sotyapti. Hamma dehqon bo'lgandan keyin arzon sotadi shunaqa do'stlar. Xo'p, bu joyda mana bular ham 15 ming so'mga 2 ta ekan. Mana bu joyda eng arzon joyi, sababi bu joyda 10 ming so'mga menga 5 ta handalak qilib berishdi. Shunday ekan. Opalarimiz mehnatiga like bosib qo'ysizlar mana. To'ldirib oldim mashinani. O'zlari dehqon bo'lgandan keyin arzon sotadi do'stlar. Mana bu tarvuzlarimiz xo'p 10 ming so'mdan ekan. Qovunlarimiz ham 10 ming so'mdan ekan. Kelaverasizlar do'stlar. Manzil Farg'ona, Namangan shahar Pop tumani Qirchin qishlog'idan. Hamma dehqon shu yerda ekan do'stlar. Olib sotar emas. Lekin ta'miga maza qildik. Mana ustalar yeyapti. Optim savdo, optimga ham chiqarib berasizlar. Gap yo'q. Tinmasdan yeyapti omon lekin. Hozir handalagini yuvdi, endi tarvuzini yeyapti. Gap yo'q. Qadrdonlar, like bosib qo'yasizlar. Haqiqiy baxt, haqiqiy nima deydi? Qishloqcha sharoit mana shu joyda. Chunki o'zim ham qishloqda bolasiman. Bunaqa tabiatda, bunaqa bir-biriga mehr oqibatda faqat qishloqda yashaganlar biladi do'stlar. Like bosib qo'yasizlar.